ishlatilgan shprisni ignasini qopqog'ini mana bunday yopish taqiqlanadi. Sababi agarda igna gepatit yoki o'yif kabi og'ir yuqumli kasallikka chalingan bemorning qoni bilan zararlangan bo'lsa, ushbu harakat natijasida ignani noto'g'ri tomonga ketishi inyeksiya qiluvchining barbog'iga sanchilishiga va ushbu insonning ham og'ir yuqumli kasallikni yuqtirib olishiga sababchi bo'ladi. Agar shprisni ignasini qopqoq bilan yopish zarurat tug'ilsa, bir qo'limizdan foydalanamiz va toza joyga qo'yilgan qopqoqni mana shunday tartibda igna bilan ilib, yopib, qottirib olamiz. Yana bir ko'p uchrovchi xatoliklardan biri zararlangan shprisni shundayligicha chiqindiga tashlab yuborish. Buni natijasida chiqindida turgan shprisning ignasi kimnidir qo'li yoki oyog'iga sanchiladi va ushbu insonni ham og'ir yuqumli kasallik yuqtirib olishiga sababchi bo'ladi. Aslida shprislar tibbiyot muassasalarida maxsus teshilmaydigan idishlarga solinadi, so'ngra zararsizlantiriladi. Shunday xatoliklar natijasida ko'ngilsiz holatlarning kelib chiqishini oldini olish uchun ko'proq insonga ushbu videoni yuborib, ularni ogohlantiring. Foydali va kerakli tibbiy ma'lumotlarni kuzatib borish uchun obuna bo'lishni unutmang.